Men bu sushini tugatmagunimcha uxlamas ekanman. Bugun hammasini yeb tashlaymiz. Koreyada pishirilmagan baliqlarni ham ta'mi ajoyib bo'ladi. Qanaqadir yumshoq, maza. Va Koreyada ko'plab baliqlar okeandan tutilganligi uchun hidi bo'lmaydi. Baliqda hidi bo'lmaydi unchalik. Mana daryo yokida qanaqa shunaqa kichkina joyda tutilgan baliqlarning hidi kuchli bo'ladi. O'ta. Chunki Koreyada ko'plab baliqlar okeandan tutilganligi uchun bular bemalol pishirmasdan ham yoki boshqacha qilib ham yeyolaydi. Hidi chiqmaydi chunki. Qanday olamiz? Haligacha juda ham ko'pchilik kosmetikani qanday olishni bilishmas ekan. Shunga aytib ketmoqchiman. Gangnam Style Cosmetics degan ham Telegramda, ham Instagramda profilimiz bor. Bemalol o'sha yerga yozsanglar bo'ladi. Telegram kanalimizda 6 ta admin ishlaydi. 6 ta admin hammasi zakaz oladi va bemalol konsultatsiya qilib beradi sizlarga, tekinga, yuzinglarga mos nabor yig'ib beradi. Instagram ham shunaqa. Bemalol yozsanglar bo'ladi. Faqat Gangnam Style Cosmeticsda to'g'ri yozsanglar chiqadi. Yoki meni profilimda ulangan Gangnam Style Cosmetics hamma joyga ulab tashlaganman. YouTube'ga ham, TikTok'ga ham, hamma joyga. Bio'ga kirsanglar topasizlar.